Markazda kunduzgi parvarish xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Bu yerda nogironligi bo'lgan insonlar jismoniy va aqliy mashg'ulotlar bilan shug'ullantiriladi. Ularga ijtimoiy xodimlar qarab turishi natijasida oilasidagilarning qo'li bo'shab ishlashi mumkin bo'ladi. Mazkur bo'limda parvarishlanayotgan fuqarolar bunday g'amxo'rlik tufayli hayotga qaytganini aytib, davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi. Tizimga xalqaro tajribalarni joriy etish yangi siyosatning yana bir muhim jihati. Andijon markazida Amerika, Rossiya va Yaponiya mutaxassislari ishtirokida ergoterapiya, inklyuziv ta'lim va reabilitatsiyaning zamonaviy usullari tatbiq etilmoqda. Bu e'tibor zamirida sizning sog'lig'ingiz, yaqinlaringizning dardu tashvishlari bor. Ko'nglingiz ochilib, hayotga umid uyg'onganini ko'rib xursand bo'ldim. Bunday g'amxo'rlikni yanada kengaytirib boramiz. Sizlardan faqat sabr, toqat, ishonch va harakat zarur, dedi davlatimiz rahbari. Ijtimoiy xizmatlar markazida sport majmuasi ham bor. Unda nogironligi bor bolalar uchun mo'ljallangan badan tarbiya xonasi, suv havzasi tashkil etilgan. E'tiborli jihati, mashg'ulot qurilmalari Amerika va boshqa xorijiy davlatlardan keltirilgan bo'lib, adaptiv sportga mo'ljallangan. Suv havzasi ham bolalarning yoshiga monand alohida qulayliklarga ega. Davlatimiz rahbari imkoniyati cheklangan bolalarni sog'lomlashtirish, katta yoshdagi insonlarni